Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Chorva market yuk kanalining ashaddiy kuzatuvchilari. Buqashqozlar aka-ukalar, Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangi Qo'rg'on chorva mol bozoridamiz. Inshaalloh bozordagi narx-navolarni ko'rsatib beramiz. 21-dekabr sanasi haftaning yakshanba kuni 2025. Aka-ukalar, dehqondan so'raganlarga mana qassob akalarimiz taklif qilamiz. Jonivorni ko'ringlar. 55 million so'm narx etyapti ekan. Akalar, hozir nech pul savdo bo'ldi so'raymiz. Aka, savdo bo'ldimi bu? Nech pul? 40 qilishdi. 40 million so'm, ha, Hoji tog'a? 55 million narx etilyapti akalar, 40 million so'm savdo bo'libdi. Taroziga ham so'rayaptimi aka? Taroziga 60 ming so'm. Gap yo'q. Lekin mol akalar shu 750-760 shunaqa atrofida kilogrammi. O'z taroziga 60 mingdan bo'lsa ham aka yaxshi pul chiqib qoladi, 45 tepasida. Zo'r. Ishqibozlarga hozir nomerlar olib beramiz. Aka, nomerni aytib yuboring. 94lik 559 5737 ta. Zo'r, bozorni bersan aka. Akalar, yoshdan so'raganlarga mana bu yoqda mana maydalari bor. Ikkita Angus, bitta Avlikor. Nech puldan ekan bular? Ko'jon? 25 million so'mdan kam bor, ha? Savdo bo'ldimi, Abdurahim bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bunimiz qancha? 25 million so'mdan hurmatli akalar, kam bor ekan. Savdo bo'ldimi? Bo'lyapti. Uchalasi bir joyda nech pulga bitib qoladi? Kelishtirib beramiz-da. Yo'lda qilib beramiz, ha? Dastavkalari bor. Bitta nomerni ayting-chi. 88lik 205 55-15 raqamiga akalar aloqaga chiqaverasizlar. 5-6 oy atrofidagi akalar buqalar. Mana jupla bo'laman deganlarga olaverasizlar. Mana bu yoqda akalar Greenfordlar. Aka, savdo bo'ldimi? Endi 65 million so'm narx etilyapti ekan akalar jupiga. Kalasi ham bir xil ekan jonivorlar. Bo'y bastlari. Ishqibozlarga nomerni olib beramiz. Tog'a nomerni beramizmi? Yebchalar zo'ra? Ishonarli xudolasa aka. Aka, nech pulga bordi? 56 qilishyapti. 56 million so'm akalar savdo bo'lib turibdi ekan. Jonivorlar. Akalar, akamizdan nomerlarni olib beramiz. Aka, nomerni aytib yuboring. 94lik 717 60 11. Aloqaga chiqaverasizlar. Yana bor uyda, dehqonchilik bu. Taroziga ham beraveramiz buni. Taroziga berilmaydi. Mana akalar. Bu yoqda mana Greenfordda Angus bor ekan akalar. Aka, savdo bo'ldimi bu? Nech pul? 67 qilyapti. Jupa 67 savdo bo'lyapti ekan akalar. Mana. Bunisi Greenford, narigisi Angus ekan akalar, lekin Angus orqadan ko'ringlar. Voy aka, nima gap? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ijod bo'lyapmi? Oddiy chorva. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, Asilbek. Juda zo'r. Gap yo'q. Savdo bo'lyapti ekan. Jonni qilyapmiz, iloji yo'q. Jonni translyatsiya. Bo'ladi. Odam juda ko'p. Aka, nech pul narx etilyapti bunga? 45 dan 90 million so'm, ha? 90 million. Zo'r. Ishqibozlari bo'lsa nomerni aytib qo'yasizmi? Savdo bo'lyapti ekan akalar bu yoqda. 93lik
122 90 95. 122 90 95 akalar aloqaga chiqaverasizlar ishqibozlari bo'lsa. Ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Akalar jupiga 60 million savdo bo'lyapti mana. 60 million savdo bo'lyapti. Biri Angus, biri Greyhound. Aha, ikkalasi aka. Dehqonchilik narsalar aka. Ha. Taroziga so'raganingiz yo'q-a? 60 ta. Taroziga bo'lyapti 60 ta. Yo'q, 60 million. Jupiga 30 dan, ha? Taroziga ham 60 dan aka. Zo'r. Matloq bilasizlar, mana bu yoqda bir dehqon tog'amiz buqalari bor ekan mana. Jonivor go'yinlarda. Voy, mashalloh. Qani buni egalari? Sizmi aka? Salom. Rachimayapsizmi? Hozir. Aha. Nech pul ekan endi aka bu? 55 dan sotyapti. 55 million so'm, ha? Taroziga chiqqanmi bu? Taroziga 1 oy oldin chiqqan. Nech kilo chiqqan? 760. Zo'r. Akalar 1 oy oldin 760 chiqqan ekan buqamiz. 55 million so'm so'rashyapti akamiz. Savdo bo'ldimi aka? Bilmayman hech bir qilishayotgan odamlar mendan so'rashyapti. Aha. Jonivor. Aka qancha boqdingiz buni? 1,5 la oshib. Yo'q. Yoshligida olgan ekansiz-da, buzoqligida. Zo'r. Bo'laveradi bir. 10 million atrofida qo'lga kelgan, ha? Oshdaqa nech pul savdo bo'ldi bu? Nech pul? Assalomu alaykum. Yachimayapsizmi? Nech pul qildi bozor? 40 atrofida savdo bo'lyapti, ha? Zo'r. Bo'laveradi. Mana hurmatli obunachilar, dehqonlardan. Mana bu yo'llarda ham buqalar ko'p. Aka nech pul deyapsiz? Nariyoqda savdo bo'lyapti-kan bu. Shu ishqibozlarga akalar. Aka Shvedni nech pul deyapsiz? Aha, bo'ldi. Taroziga. Taroziga akalar 61 danga berishgan yo'q ekan. Bo'ldi aka. Bo'ldi. 61 danga bermadingiz, ha? Zo'r. Mana bu yoqda mana akalar savdo bo'lyapti. Nech pulga bordi aka? Bu ham 61 dan aka. Taroziga akalar. Lekin yaxshi mol ekan. Savdo bo'lyapti mana. Akalar Greenfordlarni ko'ringlarchi mana. Mashalloh, jonivorlar. Rosa boqishga tayyorlar chiqyapti-yu. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nech bosh aka bular? 3 bosh. Mana shu qizilgacha aka. Gap yo'q. Nech puldan bo'ldi aka bular savdosi? Savdosi 30 milliondan qilishdik yo'g'ini. Ha, ikkalasi 30 dan aka. Bunisi 27. 87 ga bermasda. O'tdim bir joyda 85 million so'rashdi. Aha. Bir joyda 85. 87 so'rashdi. Nech pulga berib yuboramiz aka? Bozor ko'tarishi endi. Nech pul narx aytyapsiz? 95 million kami bor deb 95 kam bor aka. Yaxshigina kami bor a? Kami bor. Gap yo'q. Tish buzmagan a bular a? Yo'q, buzoq ha. Hali buzoq akalar. Hovli qayerda aka sizga? Qo'sh tegirmon. Bog'dod. Zo'r. Bitta nomerda aytib qo'ying, ishqibozlar. 90lik 166 166 58 80. 58 80 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar akalar.
Dolis dehqonchilik Tirikchilik. tirikchilik ha. Aloqaga chiqaveringlar akalar, yo'lda qilib beradi, dastavkalarni ham qilib beradi akamiz. O'zam bersin. Voy aka. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Bunisini 32 million qildi. Aha. Bunisini 28 million qildi. Aha. Ekov jupiga 60 million qildi. Aha. Qo'shqonga beramiz. Nech pul yetyapti o'zingiz? Ekovni 70 deyapman, 70. 70 ga ham bor ha? Ha. Pastdan so'rasa nech pulga beramiz? 60 qo'shsa beramiz ekovni bir yerda. 62 ga berasizmi? Ha, beramiz. Beraveramiz ha? Ayting nomerni. 90lik 584 584 58 58 33 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Bu yoqda savdo bo'lyapti-kan ha? Qaysi biri savdo bo'lyapti akalar? Qaysi biri? O, nariyoqda ekan ha? Nech pulga bordi? Bo'laveradi. Mana bu yoqda akalar maydalarni ko'rsatib beramiz. Yo, bismillah. Nech pul bo'ldi endi bu? 21 million 600 bo'pti. Gap yo'q, barakasini bersin. Aka nech pul oldi bu? Ertaga sotilib bo'ldi. Sirazi. Sirazi ha? Gap yo'q. Akalar 45 ga mana shu akamiz hozirgina oldi, sirazi baraka bo'ldi ha? Ertaga ketdi. 47 ga mana. Gap yo'q. Yaxshi bo'l ekan aka. Nech litr sut beraman sizlar? Примерно. Ya 25 ta. 25 ta beraveradi, xotirjam ha? Jonivor. Akamizda bunaqa moldan sirop. Bitta nomerlar aytib qo'ying aka. 851 94 94. Nechchilik? 90lik. 90lik. Zo'r. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu yoq endi akalar sigir bozor. Mana bu yoqda bo'g'ozlar zo'rlar. Aka nech pul akam bu? 45 ga ham bor. Narigisichi? Bu ham 45 ga ham bor. Bu birgami? 2 ga. Bunisi 2 3. 45 dan kam bor ekan akalar. Mana zo'r. Mana bu yoqda ham o'ta originallari bor ekan. Boshlig'i nech pul bu? 55. Savdo bo'ldimi? Hali savdo bo'lmabdi. Nech pullarga berib yuboramiz? Kelishamiz. Yillashtirsa ish bitami? Muomalasiga qarab ha? Muomalasiga qarab. Nomerni aytib qo'yasizmi? Nomeri hozir ketdi o'g'lim. Bu birinchisiga ekan ha? Birinchisiga. Jonivor. Akalar birinchisiga ekan bu. Yaxshi narsa ekan lekin. So'zkalarni ko'ringlar. Hoji bobomiz o'g'illari ketib qolibdi, uni nomerlarni olib berardik. Zo'r. Mana bu yoqda ham mana bor ekan akalar. Shu 7 oylik atrofidagi bo'g'ozlar ekan. Aka necha oylik aka bular? Bo'g'ozlar. 15 ga bo'ldi. Mana buni 8 oylik ekan akalar. Buni bu yoqdagisi lekin juda go'shtdor narsa ekan. Bir 15 kunda tug'ar ekan bunisi. Nech puldan aka bular? 62 ga ham bor. Narigisi qora. 62 ga 40 akalar. Mana. Zo'r. Aka necha oylik bu? Necha oylik? 4,5 oylik ekan akalar. Mana so'zkalari. Nech pul etyapmiz aka buni? 45 million narx etilyapti. 39 million qilyapti. Mana bu yoqda akalar savdo bo'lyapti ekan. Birinchiga endi aka bu ha. Zo'r. Lekin yaxshi narsa ekan akalar, baquvvat. Dehqonlar savdo qilyapti. Dehqon savdo qilyapti aka? Dehqon savdo. Mana akalar. 39 ga berilgan yo'q ha? Realni. Rustamxon aka nima gap? Aka bozorlarni bersin. Hurmatli obunachilar. Akalar necha oylikdan ekan bular?
8 oylikdan. Nech puldan? 50 million so'mdan akalar. Baho aytilyapti mana. 8 oylikdan. Jonivorlar. Yeb-icharlari zo'r aka. Jonivor to'naja ajoyib narsa ekan. Savdo bo'ldimi aka? Savdo bo'ldimi? Savdosi 40 qilishyapti aka. 40 million so'm, ha? Zo'r. Qo'shganiga beriladi, ha, inshaalloh. Bitta nomerni aytib qo'yasizmi? 91lik 056 056 67 88. 67 88, ha? Bozorni bersin aka. Aka necha oylik bu? Yaqin 15 kun 16 kun. 15-20 kunda tug'adi-dang. Zo'r. Savdo bo'ldimi? 30 million so'm savdo bo'pti akalar bu. Mana suskalari. Nech pullar xetlayapti? 35 ga ham bor, ha? Zo'r. Nomer berasizmi? 90lik 588 42 57 akalar aloqaga chiqaverasizlar ish qog'ozlari bo'lsa. Birinchisi ham bu? Birinchi qoringa ekan. Zo'r. Navbatdagisi mana akalar ro'zg'or bo'plarni. Hojbo, nechinchisiga bu? Birinchisi, ha? Mana akalar ostlari zo'r. Chiroyligina narsa ekan. Nech pul narx aytyapsiz bunga? Assalomu alaykum. 33 million so'm. Savdo bo'ldimi? Nech pul? Nech pul ekan bu aka? 28 ga berilmayapti. 33 deyapti. 33. Zo'r. Ha, birinchisi. Ko'ring, yaxshi mol ekan.